Assalomu alaykum. Hurmatli opa-singillar, onaxonlar va ularning farzandlari. Bugungi ma'lumot oddiy yangilik emas. Bu pensiya olayotgan ayollar uchun juda muhim masala. Chunki ko'p ayollar yillar davomida mehnat qilgan, bola tarbiyalagan, oilani ushlab turgan, lekin pensiya hisobida ayrim davrlar yoki hujjatlar to'liq inobatga olinmay qolgan bo'lishi mumkin. Men bugun sizga aynan shuni tushuntiraman. Qanday holatda ayol pensiyasini qayta ko'rib chiqishga haqli? Nimaga e'tibor berish kerak? Kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Kimlar esa albatta hujjatlarni tekshirtirish kerak? Bu ma'lumotni oxirigacha eshiting. Chunki bitta unutib qo'yilgan hujjat, bitta arxiv ma'lumotnomasi yoki bitta noto'g'ri yozilgan ish staji ayrim oilalar uchun har oy qo'shimcha pul degani bo'lishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing va bu videoni onangizga, opangizga, xolangizga, qaynonangizga, qo'shningizga yuboring. Chunki ko'p ayollar o'z haqini bilmagani uchun yillar davomida kamroq pensiya olib yuradi. Men pension masalalarida eng ko'p uchraydigan muammoni oddiy qilib tushuntiraman. Avval ko'p ayollar pensiyaga chiqqanda faqat qo'lida bor hujjatlar bo'yicha hisob-kitob qilingan. Mehnat daftarchasida yozuv bo'lsa, hisobga olingan. Yozuv xira bo'lsa, muhr ko'rinmasa, korxona nomi o'zgargan bo'lsa yoki arxivdan ma'lumot topilmasa, ayrim davrlar hisobdan tushib qolgan. Ayol kishi esa ko'pincha o'sha paytda mayli, pensiyam chiqsa bo'ldi deb hujjat ortidan yugurmagan. Endi esa eng muhim jihat shuki, pensioner ayol o'z pensiyasini qayta ko'rib chiqish, ilgari hisobga olinmay qolgan ish staji, ish haqi, bola parvarishi davrlari yoki boshqa tasdiqlovchi ma'lumotlarni taqdim etish orqali pensiya miqdorini aniqlashtirish imkoniyatiga ega. Men bu yerda shuni alohida aytaman. Bu hamma ayolga avtomatik ravishda bir xil miqdorda pul qo'shiladi degani emas. Bu hamma bo'lib ertaga pensiya oshadi degan gap ham emas. Lekin bu juda muhim imkoniyat. Chunki ilgari hujjati yetishmagan uchun kam hisoblangan pensiya qayta tekshirilishi mumkin. Ko'p ayollarimiz Sovet davrida kolxozda, fabrikada, maktabda, bog'chada, kasalxonada, tikuvchilik seksida, savdo tizimida yoki boshqa joylarda ishlagan. Ba'zilari farzand ko'rgandan keyin uyda bola parvarishi bilan bo'lgan. Ba'zilari erining ish joyi sabab bir tumandan boshqa tumanga ko'chgan. Ba'zilari ishlagan korxona yopilib ketgan. Mana shu holatlar pensiya hisobida ko'p chalkashlik keltirib chiqaradi. Oldin qanday bo'lgan? Pensioner pensiyaga chiqqanda mutaxassis qo'lida mavjud hujjatlar bilan hisob-kitob qilgan. Agar ayolning 25 yillik mehnat staji bor bo'lsa-yu, hujjatda faqat 12 yil aniq ko'rinsa, odatda 12 yil asos qilib olingan. Agar ish haqi bo'yicha yaxshi davrlar tasdiqlanmasa, pastroq ko'rsatkich olinishi mumkin bo'lgan. Agar ayol 3 nafar farzandni tarbiyalagan bo'lsa, lekin bola parvarish davrlarini tasdiqlovchi ma'lumotlar to'liq bo'lmasa, ayrim davrlar hisobga kirmay qolgan bo'lishi mumkin. Hozir nimaga e'tibor kuchaymoqda? Hozir fuqarolarga pensiya hujjatlarini qayta tekshirtirish, arxiv ma'lumotlarini izlash, davlat xizmatlari orqali murojaat qilish, elektron tizimlar orqali ayrim ma'lumotlarni aniqlash imkoniyati kengaygan. Eng muhimi, ayol pensioner o'zining mening pensiyam to'g'ri hisoblanganmi degan savoliga javob talab qilishga haqli. Men doim aytaman, pensionerning eng katta xatosi men tushunmayman, boriga shukr deb jim yurishidir. Albatta shukr qilish kerak, lekin o'z qonuniy haqqini ham bilish kerak. Endi kimlar albatta hujjatlarni tekshirtirish kerakligini batafsil tushuntiraman. Birinchi navbatda mehnat daftarchasida uzilishlar bo'lgan ayollar. Masalan, ayol 1990 yildan 1930 yilgacha fabrikada ishlagan, keyin 1930 yildan 34 yilgacha kolxozda ishlagan, keyin 1935 yilda maktabga ishga kirgan, lekin mehnat daftarchasida 1930 yildagi ishdan bo'shash yozuvi bor. 1904 yilgacha bo'lgan kolxoz davri esa to'liq yozilmagan. Pensiya hisobida mana shu 4 yil tushib qolgan bo'lishi mumkin. 4 yil oddiy raqam emas. Ayrim hollarda bu pensiya miqdoriga sezilarli ta'sir qiladi. Ikkinchi guruh korxonasi yopilib ketgan ayollar. Masalan, opa 20 yil tikuv fabrikasida ishlagan. Fabrika keyin xususiylashtirilgan, nomi o'zgargan, keyin yopilgan. Pensiyaga chiqayotganda faqat mehnat daftarchasi ko'rsatilgan. Lekin ish haqi bo'yicha arxiv ma'lumotnomasi olinmagan. Natijada pensiya umumiy ma'lumotlar asosida hisoblangan bo'lishi mumkin. Agar o'sha opa ish haqi yuqori bo'lgan 5 yil yoki boshqa hisobga olinadigan davr bo'yicha tasdiq olib kelsa,
pensiya qayta hisoblanishi ehtimoli paydo bo'ladi. 3-guruh ko'p farzandli ayollar. Men bu masalada juda ko'p savol olaman. Ayol kishi farzand ko'rgan, bola parvarishi bilan shug'ullangan, lekin o'sha davr pensiya stajiga qanday ta'sir qilganini bilmaydi. Ba'zi hollarda bola parvarishi davri qonunda belgilangan chegaralar doirasida stajga qo'shilishi mumkin. Lekin bu har bir farzand uchun cheksiz yil qo'shiladi degani emas. Chegara bor, tartib bor, tasdiqlovchi hujjat bor. Shuning uchun tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa, buni tasdiqlovchi hujjatlar juda muhim. Oddiy misol keltiraman. Dilorom opa 5 yoshda pensiyaga chiqqan. Uning mehnat daftarchasida 14 yil ish staji ko'ringan. U 4 nafar farzand tarbiyalagan, lekin pensiya tayinlash vaqtida faqat 2 farzandning tug'ilganlik guvohnomasi topshirilgan. Qolgan 2 farzandning hujjati yo'qolgan deb o'ylangan. Keyin farzandlari FHDYO orqali dublikat hujjat oldi. Agar qonuniy tartib bo'yicha avval hisobga olinmagan bola parvarishi davrlari tasdiqlansa, pensiya ishi qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu yerda men aniq summa aytmayman. Chunki har bir insonning staji, oyligi, pensiya turi, hisoblangan sanasi boshqacha. Lekin tekshirtirishga arziydigan holat. 4-guruh ish haqi yuqori bo'lgan, lekin pensiyada past ko'rsatkich bilan qolgan ayollar. Masalan, Nazira opa 1990-yillarda hisobchi bo'lib ishlagan. O'sha paytda uning ish haqi boshqa xodimlarga nisbatan yaxshi bo'lgan. Lekin pensiyaga chiqqanda ish haqi ma'lumotnomasi to'liq berilmagan, faqat staj tasdiqlangan. Bugun arxivdan yoki tashkilot vorisidan o'sha davr ish haqi bo'yicha ma'lumot topilsa, pensiya hisob-kitobi o'zgarishi mumkin. Shuning uchun men har doim aytaman. Pensiyada faqat necha yil ishlaganingiz emas, ayrim holatlarda qaysi yillardagi ish haqi tasdiqlangani ham muhim. 5-guruh familiyasi bir necha marta o'zgargan ayollar. Bu juda ko'p uchraydi. Qizlik familiyasi boshqa, turmushga chiqqandan keyingi familiyasi boshqa. Ayrim hujjatlarda ism bitta harf bilan farq qiladi. Masalan, Gulnora bir joyda Gulnora bo'lib yozilgan. Otasining ismi bir hujjatda Karimovna, boshqasida Karim qizi tarzida ketgan. Bunday mayda ko'ringan farqlar pensiya hujjatlarida katta muammo tug'diradi. Agar arxiv ma'lumotnomasi boshqa familiyada chiqsa, uni sizga tegishli ekanini nikoh guvohnomasi, FHDYO ma'lumotnomasi yoki boshqa tasdiqlovchi hujjatlar bilan bog'lash kerak bo'ladi. Kimlar ko'p xavotir olmasligi mumkin? Agar siz pensiyaga yaqinda chiqqan bo'lsangiz, barcha mehnat davrlaringiz elektron bazada aniq ko'ringan bo'lsa, ish haqi ma'lumotlaringiz to'liq bo'lsa, bola parvarishi va boshqa davrlar hujjat bilan tasdiqlangan bo'lsa, ehtimol sizda katta o'zgarish bo'lmasligi mumkin. Lekin baribir pensiya tayinlanganligi haqidagi hisob-kitobni bir marta ko'rib chiqish zarar qilmaydi. Chunki xatolik faqat eski davrda emas, yangi hujjatlarda ham bo'lishi mumkin. Endi istisnolar. Tuzoqlar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, har qanday hujjat pensiyani oshirib yubormaydi. Ba'zi odamlar men yana bitta ma'lumotnoma topsam, pensiyam albatta ko'tariladi deb o'ylaydi. Yo'q, bunday emas. Hujjat pensiya hisobida ilgari inobatga olinmagan davrni tasdiqlashi yoki avval olgan ko'rsatkichdan yaxshiroq ma'lumot berish kerak. Agar yangi olib kelgan ma'lumot eski hisob-kitobdan pastroq yoki bir xil bo'lsa, pensiya oshmasligi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, arxiv ma'lumotnomasi to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. Unda tashkilot nomi, ishlagan davr, lavozim, buyruq raqamlari, ish haqi ko'rsatkichlari, arxiv manbasi, muhr va mas'ul shaxs imzosi bo'lishi zarur. Ba'zan odamlar oddiy falonchi bizda ishlagan degan mazmundagi xat olib keladi. Bunday xat yetarli bo'lmasligi mumkin. Pensiya organi aniq hujjatli asos so'raydi. 3-nozik shart guvoh bilan tasdiqlash masalasi. Ayrim davrlar bo'yicha hujjat topilmaganda odamlar 2 kishi guvoh bo'lib bersa bo'ladimi deb so'raydi. Bunday masalalar qonuniy tartibda har bir holat alohida ko'rib chiqiladi. Lekin guvohning o'zi ham o'sha davrda o'sha tashkilotda ishlaganini tasdiqlay olishi kerak. Shunchaki qo'shni yoki qarindosh ha ishlagan desa, bu har doim yetarli bo'lmaydi. Shuning uchun birinchi yo'l arxiv, tashkilot. Mehnat daftarchasi va rasmiy hujjat bo'lishi kerak. 4-nozik jihat, bola parvarishi davrlari ish stajiga qo'shilishi mumkin bo'lgan holatlarda ham chegaralar mavjud. Masalan, ayol 6 nafar farzand ko'rgan bo'lsa, bu avtomatik ravishda har bir farzand uchun to'liq yillar qo'shiladi degani emas. Qonunda belgilangan umumiy chegara, davr, tartib va tasdiq talab qilinadi.
Shuning uchun ko'p farzandli ayollar albatta maslahat olishi kerak. Lekin noto'g'ri umid bilan menga 10 yil qo'shilishi shart deb bormasligi kerak. 5-nozik jihat. Pensiya qayta hisoblangan taqdirda ham pul qaysi sanadan boshlab to'lanishi masalasi bor. Odatda murojaat sanasi. Hujjat topshirilgan sana, qaror qabul qilingan sana muhim bo'ladi. Ba'zi odamlar men 5 yil oldin ham haqli edim. Demak 5 yilning hammasini qaytarib bersin deydi. Bu masala har doim ham shunday ishlamaydi. Qonunda belgilangan muddatlar va tartib bo'ladi. Shuning uchun kechiktirmasdan murojaat qilish juda muhim. Bugun hujjatni topshirsangiz, jarayon bugundan yuradi. Ertaga topshirsangiz, yana bir kun yo'qotasiz. 6-nozik jihat pensiya turi ham muhim. Yoshga doir pensiya. Nogironlik pensiyasi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki boshqa to'lovlar hisob-kitobi bir xil emas. Ayol pensioner o'zining qaysi turdagi pensiya olayotganini aniq bilishi kerak. Chunki bir turdagi pensiyaga ta'sir qiladigan hujjat boshqasiga boshqacha ta'sir qilishi mumkin. 7-nozik jihat ishlayotgan pensioner ayollar. Ba'zi onaxonlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlaydi. Ular men ishlayapman, demak pensiyam har yili avtomatik oshadimi deb so'raydi. Bu yerda ham umumiy indeksatsiya, qayta hisoblash sug'urta badallari yoki ish staji bilan bog'liq alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Har doim o'zingiz ishlayotgan tashkilotdan rasmiy ma'lumot oling. Pensiya bo'limidan hisob-kitobni so'rang. Og'zaki gapga ishonib yurish noto'g'ri. 8-nozik jihat internetdagi yolg'on xabarlardan ehtiyot bo'ling. Hamma ayollarga falon so'mdan beriladi. Bugun ariza yozgan pensionerga darhol pul tushadi. Faqat pasport bilan boring, naqd pul berishadi degan xabarlar ko'p tarqaladi. Men sizni ogohlantiraman. Pensiya masalasida hech kimga pul bermang, vositachiga ishonmang. Tezlashtirib beraman degan odamdan uzoq turing. Rasmiy idora, rasmiy ariza, rasmiy javob bo'lishi kerak. Endi men sizga aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, uyda barcha hujjatlarni bitta papkaga yig'ing. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, diplom bo'lsa diplom, harbiy xizmatga oid hujjat bo'lsa, u nikoh guvohnomasi, ajrim bo'lgan bo'lsa tegishli hujjat, familiya o'zgargani tasdiqlovchi hujjat, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, eski ish joylaridan olingan ma'lumotnomalar, arxiv javoblari, ish haqi bo'yicha ma'lumotlar. Hujjatlar qanchalik tartibli bo'lsa, mutaxassis sizning ishingizni shunchalik tez va aniq ko'rib chiqadi. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni diqqat bilan ko'rib chiqing. Men tavsiya qilaman, oddiy daftar oling va ustun qilib yozing. Qaysi yilda qayerda ishladim, qachon kirdim, qachon chiqdim, lavozim nima edi, o'sha tashkilot hozir bormi yoki yo'qmi? Masalan, 1995-1992 yillar bog'cha, 1992-1990 taksilar tikuv sexi, 1999-2004 yillar maktab oshxonasi. Shunda qaysi davr hujjatda bor, qaysi davr yo'q, darhol ko'rinadi. 3-qadam, pensiya bo'limiga yoki pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling. Agar o'zingiz bora olmasangiz, farzandingiz bilan boring. Davlat xizmatlari markazi orqali ham ma'lumot olish imkoniyatlarini so'rang. Elektron xizmatlardan foydalana oladigan farzandlaringiz my.gov. Uz yoki rasmiy idoralar xizmatlari orqali tegishli murojaat yo'llarini tekshirishi mumkin. Muhimi, murojaat og'zaki qolib ketmasin. Ariza yozing, qabul qilingan sanasi va raqamini oling. 4-qadam, arizada aniq yozing. Mening pensiyam to'g'ri hisoblanganini tekshirib berishingizni so'rayman. Mehnat stajim, ish haqi ma'lumotlarim, bola parvarishi davrlarim va taqdim etilgan hujjatlar asosida qayta hisoblash imkoniyatini ko'rib chiqishingizni so'rayman. Mana shunday mazmunda yozish mumkin. Agar aniq bir davr bo'yicha shubhangiz bo'lsa, uni alohida ko'rsating. Masalan, 1993 yillarida falon korxonada ishlagan davrim pensiya hisobiga kiritilgan-kiritilmaganini tekshirib berishingizni so'rayman. 5-qadam, arxivga murojaat qilishdan qo'rqmang. Eski korxona yopilgan bo'lsa, hujjatlari tuman yoki viloyat arxiviga topshirilgan bo'lishi mumkin. Ba'zan korxonaning voris tashkiloti bo'ladi. Masalan, eski boshqarma keyin boshqa nom bilan yuritilgan bo'lishi mumkin. Arxivga yozma so'rov bering. So'rovda ism, familiyangiz, tug'ilgan yilingiz, ishlagan davringiz, lavozimingiz, tashkilot nomi, o'sha paytdagi manzili bo'lsa yozing. Qanchalik aniq yozsangiz, javob topish ehtimoli shunchalik yuqori bo'ladi. 6-qadam, farzandlaringiz hujjatlarini tekshiring.
tug'ilganlik guvohnomasi yo'qolgan bo'lsa, IXDY organdan dublikat olish mumkin. Agar familiya o'zgargan bo'lsa, ko'p guvohnomasi yoki tegishli ma'lumotnoma kerak bo'ladi. Ayol pensionerlar ko'pincha bolalarim katta bo'lib ketgan, buning pensiyaga nima aloqasi bor deb o'ylaydi. Aloqasi bo'lishi mumkin. Chunki bola parvarishi davrlari va oilaviy holat ayrim hisob-kitoblarda ahamiyatli bo'ladi. 7-qadam javobni kuting va yozma javob talab qiling. Agar sizga og'zaki sizga hech narsa chiqmaydi deyishsa, muloyimlik bilan yozma javob so'rang. Yozma javobda nima sababdan rad etilgani, qaysi hujjat yetishmasligi, qaysi norma asosida qaror qilinganini ko'rish mumkin. Shundan keyin xatoni tuzatish, qo'shimcha hujjat olib kelish yoki yuqori tashkilotga murojaat qilish osonlashadi. 8-qadam natijani tekshiring. Agar pensiya qayta hisoblangan bo'lsa, yangi miqdor hisobdan boshlab to'lanishini, avvalgi davr uchun farq puli bor yo'qligini, keyingi oylarda karta yoki pochta orqali qanday tushishini aniqlashtiring. Hisob-kitob varag'ini so'rashdan tortinmang. Bu sizning haqqingiz. Yana bir hayotiy misol aytaman. Mahbuba opa 2 yil kolxozda, 2 yil maktabda, 6 yil do'konda ishlagan. Pensiyaga chiqqanda faqat maktab va do'kon davri aniq kiritilgan. Kolxoz davrining bir qismi tushib qolgan. Farzandlari arxivdan ma'lumotnoma oldi. Unda Mahbuba opaning brigadada ishlagan yillari tasdiqlandi. Shundan keyin pensiya ishi qayta ko'rib chiqildi. Bu misolda eng muhim narsa shuki, opa o'zi avval bilmagan, farzandlari hujjatni izlab topgan. Demak, bu videoni farzandlar ham ko'rish kerak. Chunki onalarimiz ko'pincha idora yurishga qiynaladi. Yana bir misol, Saodat opa pensiyaga chiqqanda ish haqi bo'yicha ma'lumot olib kelmagan. Chunki eski korxona yopilgan deb o'ylagan. Keyin ma'lum bo'ldiki, korxona hujjatlari viloyat arxivida saqlangan. Arxivdan olingan ma'lumotda Saodat opaning ayrim yillardagi ish haqi yuqoriroq bo'lgani tasdiqlandi. Pensiya mutaxassisi buni tekshirib, qayta hisoblash imkoniyatini ko'rdi. Bu har doim ham katta pul bo'lmasligi mumkin. Lekin pensioner uchun har oy qo'shimcha tushadigan mablag' dori darmon. Kommunal to'lov yoki ro'zg'or xarajatiga yordam beradi. Yana bir vaziyat. Qo'lida opa 5 farzand onasi. U pensiyam kam deb o'ylagan, lekin sababi nimada ekanini bilmagan. Hujjatlar tekshirilganda 2 farzandning tug'ilganlik guvohnomasida onaning familiyasi eski familiyada ekani, pensiya hujjatlarida esa yangi familiya bilan ketgani aniqlangan. Nikoh guvohnomasi va IXDY ma'lumotnomasi olib kelindi. Shundan keyin hujjatlar bir-biriga bog'landi. Mana shunday oddiy ko'ringan nomuvoffiqliklar ham masalani cho'zadi. Men alohida ta'kidlayman, hujjat topshirayotganda asl nusxalarini ko'rsating. Lekin imkon qadar nusxalarini ham tayyorlab boring. Har bir hujjatning nusxasi papkada bo'lsin. Ariza topshirganingizda qaysi hujjatlarni ilova qilganingiz ro'yxatini yozib qo'ying. Bu keyinchalik men bergandim. Siz olmadingiz degan tushunmovchiliklarning oldini oladi. Agar sizning onangiz yoki buyingiz o'qish yozishda qiynalsa, ularni yolg'iz yubormang. Farzandlar, nevaralar yordam bersin. Lekin yordam berayotgan odam ham ehtiyot bo'lsin. Pensioner nomidan ariza berish uchun ayrim holatda ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun oldindan idoraga qo'ng'iroq qilib, kim borishi mumkin? Qanday hujjat kerak? Qabul kunlari qachon? Navbat qanday ekanini aniqlab oling. Eng katta xatolardan biri hujjatni yo'q deb o'ylash. Ko'p odam u korxona allaqachon yo'q, demak hujjat ham yo'q deydi. Aslida ko'plab korxonalar hujjatlarni arxivga topshirgan bo'ladi. Ba'zan hujjat boshqa tumanda, ba'zan viloyat arxivida, ba'zan tashkilotning yangi nomi ostida saqlanadi. Izlash kerak. Birinchi javob salbiy bo'lsa ham to'liq ma'lumot bilan qayta murojaat qilish mumkin. Yana bir xato, norasmiy maslahatchilarga pul berish. Men buni qat'iy aytaman, pensiya masalasida tanishim bor. Pul bersangiz oshirib beraman degan gaplardan uzoq yuring. Pensiya qonuniy hujjat bilan oshadi, tanish bilan emas. Agar hujjat bo'lmasa, tanish ham yordam bermasligi kerak. Agar hujjat bo'lsa, siz o'zingiz ham rasmiy yo'l bilan haqqingizni talab qila olasiz. Bugungi eng muhim fikr shuki, ayol pensionerlar o'z pensiyasi qanday hisoblanganini bilishga, hujjatlarni qayta tekshirtirishga, ilgari hisobga olinmagan ish staji, ish haqi yoki bola parvarishi davrlari bo'yicha rasmiy murojaat qilishga haqli. Bu imkoniyat ayniqsa eski korxonalarda ishlagan, ko'p farzand tarbiyalagan, familiyasi o'zgargan, mehnat daftarchasida uzilish bo'lgan yoki pensiyasi juda past chiqib qolgan ayollar uchun juda muhim. Men sizga tavsiyamni aniq aytaman.
Bugun o hujjatlarni yig'ing, mehnat yillaringizni yozib chiqing, shubhali davrlarni belgilang va pensiya bo'limiga yozma murojaat qiling. Hech bo'lmasa. Pensiyangiz to'g'ri hisoblanganiga ishonch hosil qilasiz. Agar xato topilsa, bu siz va oilangiz uchun foyda bo'ladi. Agar sizning oilangizda pensioner ayol bo'lsa, bu videoni unga albatta yuboring. Izohlarda yozing. Sizda pensiya hisobida tushunarsiz holat bo'lganmi? Ish staji yoki arxiv hujjati bilan muammo uchraganmi? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha yoqib belgisini yoqib qo'ying. Men keyingi videolarda ham oddiy odamlar bilishi kerak bo'lgan pensiya, nafaqa va ijtimoiy yordam masalalarini sodda tilda tushuntirib boraman.